Dunyoni zabt etgan Aleksandr Makedonskiy faylasuf Diogenni ko'rdi. U faylasufga qarab, mendan xohlagan narsangni so'ra, men bajaraman deb va'da berdi. Hamma boylik kutayotgan paytda Diogen shunchaki meni quyoshimni to'sayapsiz, chetga o'ting deb aytib o'tdi. Aleksandr Makedonskiyning qo'riqchilari va lashkarlari g'azabdan qizarib ketishdi. O'ziga tengi yo'q podshoh bilan shunday muomala qilish o'lim bilan teng edi. O'sha paytda hamma Diogenni boshi tanasidan judo bo'lishini kutishgan edi. Ammo Aleksandr Makedonskiy o'zini bosib olib, jilmayib o'z qo'shinlariga qarab, agar men Aleksandr Makedonskiy bo'lmaganimda Diogen bo'lishni istardim deb aytib o'tgandi. Faylasuf Diogen o'z o'limidan keyin o'z jasadini qanday ko'mishni buyurganligini eshitsangiz, hayratdan yoqa ushlaysiz. Videoni davomini ko'rish uchun kanalimga obuna bo'ling. Tez orada videoni davomi chiqadi.